Futbolni ko'rdilaringmi 17 yoshlarning Osiyo chempionatini? Kim ko'rdi, qo'lini ko'tarsin. Oho, butun sinf ko'ribdi-ku. Tushiringlar qo'llaringni. Hamma tushirsin. Hamma tushirsin, men sizlarga zo'r narsa aytib beraman. Bu Shimoliy Koreya. U17 Osiyo chempionatiga O'zbekistondan ko'ra ko'proq qatnashgan va ko'proq natijaga erishgan. 2 marta oltin, 2 marta kumush, 2 marta 4-o'rin. Lekin xalqining aksariyati qashshoq, og'ir sharoitda yashaydi. 21-asrda yerni omoch bilan haydaydi. Maktablari achinarli ahvolda. Mana ko'ring, sinfning o'rtasiga o'tin pechka qo'yilgan. Bu esa Singapur U17 Osiyo chempionatiga atigi 2 marta qatnashgan va guruh bahslarida uyiga qaytgan. Lekin bu davlatning taraqqiyoti, farovonligi, ta'lim sifatining yuqoriligiga butun dunyo havas qiladi. Maktabdagi sharoitni ko'ring. Bu davlat olimlar, professorlar, ixtirochilar yurti. Bundan nima xulosa chiqadi? Futbol xalqqa hech narsa bermaydi. Futbolni me'yorda o'ynang, sog'liqqa foyda, lekin uni tomosha qilib, uyqudan, darsdan voz kechmang. Mana sizlar kompyuter o'rganyapsizlar, ota-onangizga rahmat, sharoit qilib bergani uchun buni oqlang. Futbolga o'xshagan behuda narsalarga vaqtingizni isrof qilmang. Kelajakda